Assalamualaikum dünyanın arkadaşlar şahbaskan aziz vatandaşlar hemmanlarga pidai dostunlar Ahmet Kaşaredin otlu salam ali ehtiram pidailar ekranına hoş geldinler. Bugün pen texnik dünyasındaki yanılıklar namlı programımızdaki 8. sani turuptuk. Bugün hemmeylendinki kelgisi dünyamızla alakadar boğan pen texnikininki bugün bütün sahalerde asasen zikir kılınavatkan bir mezmunla inşallah ortaklaşımız. Ekranımızda bu iş için alayda küçep, özünün vaxtını, zehnini sərf qılıb, xalqımızın moşu sahədəki mənfəətini qılışını nəzərdə tutub, alayda vaxt ajratgan doktorlarımızdan Erkin Sıdıq Efendim var. Selamun Aleyküm. Hürmetli Erkin Sıdıq Efendim, hoş geldiniz. Ve aleyküm assalam. Nayet hoş buldum. Bu fırsatı yaratıp verdiğinizge. Sizden ama alayda vaxt ajratıb, aldıraş vaxtlarınızdan bu kıymetli vaxtınızı bu pidayla ekran arkalı halkımızga mezkur mesele hakkındaki izlenişlerinizle ortaklaşkan oluşun köp rahmet. Allah ecriniz versin. Programga kirişki alakadar bir kiriş söz başka narsa bulmasa bevasita direkt nimaga o'tamdoq asl mazmunga vaqtimizni tutishib. Uludu. Ben bu bugünkü asaslı mazmun Elon Musk'nınki SpaceX degan şirketi var. Bular hozirmiş osmonga jami 12 ming sun'iy amra chiqarmoqchi edi burun planni. Buni boshlagan 2018-yili. Hozir 400 dan ortiqdan chiqarib bo'ldi. Men rasmiy gapga kelishdan burun shu qarindoshlarga tunishib qo'ygan GPS sun'iy amrasi haqida oz so'zlab beray. Nima desanglar men bu sohaga kirgili bek uzun bo'lib ketdi. 1983-yili 1-oyda men Xinjiang Üniversitesi'ndeki elektrik injenerlik kasbini bitirgan. 82-yili o'qish bitirish maqolasi yozdim men shu maktabda. Shu chog'da maktabdagi bizniki fakultetniki mudiri Sultan Jamlatov muallim, bizniki mening sinf mudirim Sharif muallim, har ikkisi qozoq millatidan bo'ladi. Bizim bu yerda aytib kuchli professorlar bular. Şular mening shu mikrodolqin sohasida bir bo'shliqni to'ldirishga Xinjiang Üniversitesi nimishqa deganda bu sun'iy amralarniki hamsimiz aloqalashtiramiz. Shu mikrodolqin orqali bo'ladi. Bizim uçaqda biz maktabda bu kasb metodiga adam yo'q. Bu kasb biraz ters. Dünyada danqı var. Bu sahani o'tmak ters. Ötmek ters, ürenmek ters, işletmek ters deydiğen danqı var bu kasbniki. Şu çağı meni arıb men maqalani şu hozirgi GPS'niki 24 sun'iy amrasi haqida yozgan şu çağda. Onu ilmiy maqola degili olmaydi, o bilimni umumlashtirish xarakterlik narsa. Lekin nayt uzun bir parça maqola yozib şu çağdaki mikrodolqin sun'iy amra texnikasidagi yeniliklarning hamsi shuni kirgizgan. Şu çağda men GPS'niki 24 sun'iy amrasi to'xtalgan. GPS'da jami 24 sun'iy amra var. Ben size bir resim atib qo'ydim edi. Onu ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi, WhatsAppga atib qo'ydim. Bu 24 sun'iy amra yer sharini her 12 saatda bir qatam aylanib turadi. Yer shari ustidagi har qanday bir punkt bir vaqtning o'zida 4 sun'iy amralardan kelgan signalni qabul qila oladi. Bu 4 sun'iy amradan kelgan signallarniki vaqt farqı var biraz. Hatta bu başka yeryüzündeki qabul qiluvchilar bu 4 saat sinyallardan kelgan signalni qabul qilib shu orqali shu qabul qiluvchiniki o'rnining nada ekanligini aniq hisoblab chiqarib oladi. Xatolik darajasi 1 metrdan oz. Masalan, siz bir jangalga berib bir telefon bilan, yonqin bilan GPS orqali aloqa qilsangiz sizning o'rningizni o'rningiz haqidagi ma'lumotniki xatolik darajasi 1 metrdan oz. Asta qilib Şuna bu sistemniki tunji qatimliq sun'iy amrasi 1978-yili osmonga qo'yib berilgan. Men maqolani 82-yilda yozdim. Shu chaqda bu qurilishlar bitib berib qoldi ekan. Hozir endi bizniki GPS degan narsani hammamiz keng ko'lamda qo'llanamiz. Bu GPS deganda 24 sun'iy amra bor. O sun'iy amralarniki biz bilan bo'lgan egizligi 20 ming kilometr. Yeryüzüden bo'lgan egizligi 20 ming kilometr. Aytib bir egizlikda 24 sun'iy amra yer sharini aylanib turadi.
Biz şu signalni qabul qilib bu ishni qilyapmiz endi. Endi hozir bu texnologiya bir yangi bosqichga qarab mandi. U nima degan chog'da SpaceX degan shirkatni qurgan, Tesla shirkatini qurgan Elon Musk degan kishi o'sha 2012-yili Mao apartman degan GPS'niki 24 sinyamrasi Mao. GPS'nin sinyamrasi müştak taqsimlangan yer sharining atrofiga 12 soatda bir qatam aylanadi. Endi keyingi betga yo'singiz bo'ladi, meniki PowerPoint'niki ikkinchi betga yo'singiz bo'ladi. Elon Musk 2012-yili osmonga 12,000 sun'iy amrani chiqarib, bütün yer sharini internet turi bilan ta'minlash planini o'tirib qo'ygan. 2013-yili bu planni dunyoga echib degan gap, menda mana bir ideya bor. Mushni qilaman deganlar kim qilsa bo'laverdi degandek. Bu ideyaga patent huquqi olmay, agar musoada kim ish qilaman desa mayli degandek bir narsa o'tirib chiqargan. Shundan keyin Tesla bilan SpaceX shirkat birlashib, shu 12,000 sun'iy amrani olam boshlig'iga chiqarish planini o'tirib qo'yib, shu ishni olib beryapti. Buniki dastlabda 2 sun'iy amrani chiqargan osmonga. Undan keyin bir necha qatim 60dan har qatimda 60dan sun'iy amrani chiqarib, hozir osmonga chiqarib qo'ygan sun'iy amraniki soni 482 bo'ldi. Agar PowerPoint qo'yman desangiz ikkinchi betida hozir men. Hozir endi taraqqiy qilgan ellarda internet turi umumlashib ketgan. Shuni biz ancha uqmaymiz. Bizda internet bor deb o'ylaymiz, lekin hozir yer shariniki internet signali bilan qoplanish nisbati 50%. Yer sharining 50% joyida signal bor, qolgan 50% yerda signal yo'q degan. Elon Muskning plani bütün yer sharini sun'iy amralar bilan qoplab, shu orqali signal bilan ta'minlash. Resimda ko'rsatilgani shu 12,000 sun'iy amraniki yer sharini qoplagan vaqtidagi o'rni. O'xshamagan siziqlarniki kesishgan yerda birdan sun'iy amra bor. Ashtaq bo'ladi. Bunda bo'lib qolsa atmosferaga daxl keltiradigan ekologilik tamponliq buzadigan ahvollar bo'lmamdi ekan? Yo'q, unday bo'lmaydi ekan. Meni qilsangiz bu osmon koinot bek cho'ng. Gerçi mağarasında qarsangiz bu sun'iy amralar bir-birisi uchib qolgan. Bir to'ning ishiga yer sharini so'rab qo'ygan. To'g'ri aytib ko'rindi. Lekin mushu rasmdagi ikki sun'iy amraniki qo'shnish ikki sun'iy amraning eng yaqin orlig'i 560 kilometr. Shundaqda bir sun'iy amra Ürümçide olsa, yani birisi Bügür'de degan gapda. Bügür'de degan gapda. Ashtaq bo'ldi. Ashtaq boshqa bu koinot bek cho'ng, osmon bek cho'ng boshqa Maris'in kundigen bilen emniyette onda yıkın emez. Anından keyin şunda qilib aslida 400 sun'iy amrani chiqarib olsa osmonga yer sharini asosan qoplab qo'yilib bu degan signal bilan hozir albatta men degandek oxirgisi shu 4-iyun kuni chiqarildi. SpaceX'niki Falcon 9 degan raketasida bir qatim bilan 60 net chiqdi bu. Chiqib arkada başlab qoldi hozir endi. Aşımdan osmondagi sun'iy amraning soni 482 bo'lib qoldi. Men degandek, abiyaki degandek, buniki oxirgi nishoni sun'iy amraning sonini 12,000 qilish. Endi keyingi betga o'tsak ham, ma'noda shu sun'iy amraniki raketa va qochinish ahvoli ko'rsatiladi. 3-betga o'tsangiz. 3-betda ma'u o'ng tarafdagi rasm shu. Sol taraf resimler şu yaşardaki tasnif ahvali 10 tarafdaki bir raketa. Şu raketada 60 sun'iy amra var. Ben burun planı bu sun'iy amralarni kişilikdeki sun'iy amra deb o'ylabdikan men hozir mini sataydi, buni qalqan ag'ildiganlar sun'iy amralar borchu. Ashdan bizdan bu unda emasken, bu unda kichik emasken. Her birisiniki og'irligi 260 kilogram atrofida ekan, har birisiniki og'irligi. Tamam, ma'lu shu 6-ayning 4-kuni osmon boshlig'iga chiqarilgan raketadagi ahvolga o'xshaydi ma'lu. Buni o'zim emas, maqsad burunqisi, lekin shundoq 60 sun'iy amrani qachilab osmonga chiqdi.
Hani kinki bet görsek yine bazı resimler var. Kinki bet görseniz. Bu yerde ama on taraftakisi şu Sünni Emrah'ındaki asmandaki görünüşü. Karsanlar Sünni Emrah'ın yüzü pek çok emez. Onunki o kuyaş enerjisini tok aylandırdıgan antena, tok çıkırdıgan tahtaydı. Bu ait çoğun. Neymiş degende bu Sünni Emrah'lar yaşardaki sinanı kubul kılışı hem üzdeki sinanı yaşarı düşürpürüş gerek. Hatta bu aşkının tok gidiyordu. Bu tok ne aslında şu künden çıkırdıgan yapılar. Nime bu Sünni Emrah'larga yine azrak yakılığımı var. Yadroluk yakılığılar. Bunların mişletidir degen çağda ABD men degende Sünni Emrah'ın asmanға apırtılan raketadan sırt çıkırıverse özünün cayını üst tepip verip birden tutmaydı bu. Bunun hepsini yaşardaki adamlar kontrol kılıp Sünni Emrah'ını bizge mağındırıp, tanışıp, aralığını tanışıp, bir-birisiga qartib degende işlem qilish kerak. Baştan energiya ketdi, bunun şu degan ta'minlaydigan bir qism yaqilg'i bor. Menimki tushunishimcha u yadroluk yaqilg'ilar bo'lishi mumkin. Undan boshqa qolgan signalni yasharga taqib yo yasharga qabul qilgan ishlarga tok ketadi, bu tokni mana shu quyosh energiyasidan chiqardi. Bu qatimki sistemniki bir alayligi qabul qilg'ich pek kichik. Endi hozir xabarlarda bor sizlar nurg'un qarindoshlar Direct TV dish deb qo'ydi, bir tangli qo'shash antenna, 20 metrlik antennani ko'rgan nurg'un kishilar. Bu yer shari bilan qadamdosh Sünni Emrah'dan kelgan signallarni, bu televizyon signallarini qabul qilgan antennalar endi. Endi bu qatim bu Elon Musk'niki bu narsa amalga oshsa, uniki qabul qiluvchisi nihoyat kichik. Bu sol tarafdagi rasm shuni ko'rsatdi. Bu bir to narsa ekan, shundan bir to setib olsa, uyga o'rnatib olgandan keyin internetni bemalol Elon Musk yasayotgan sistemdan qabul qilib ishlatkil bo'ladi ekan. Antennasi nihoyat kichik. Meniki hozirga qadar egallagan uchurlarimda kengligi 40 santa, uzunligi 40 santa yapılaq. Taxtaya o'xshaydi. Mush rasmdagi üstünki 10 tarafdagi rasm deb o'ylayman bu. Sol tarafdagi cho'ng rasmniki. Sol tarafdagi üstünki 10 tarafdagi rasm deb o'ylayman. Aşkı o'qig'ichisi endi. 40 santa kelgan. Mushuni elib, shu o'yiniki derazasini bir yoqqa qo'yib qo'ysa, signal qabul qila oladi. Endi qabullovchi hisobda. Avu birisi qabullovchi qolganlari signalni bir tarafga turadigan yo o'yga taqsim turadigan narsalar endi. Tanaslar ekan. Endi yana bir alayligi buniki odatdagi bu tangli shakllik antennalar u tamlarga muqim o'rnatilgan. Ekvatorga qaratilib. Nimishqa degan chog'da shu xabarlash ishlatgan Sünni Emrah'lar yer yuzidan 36 ming kilometr yiroqlikda. Yer yuzidan 36 ming yiroqlikdan 36 ming kilometr yiroqlikda. Ondan keyin asosan ekvatorga qarab turdi. Şuna öylekiler, maş öyle antena anlatkan vaxtıda bunun hemmisini biz yer şarındaki ekvatorunun üstündeki yeri toğırlayımız demiş ki dese Sünni Emrah aşağıda. Anlıkı bu Sünni Emrah'lar yer şarı çöylegen çağda yer şarının tam aylandı. Şuna onu kademdaş Sünni Emrah deyimiz. Kademdaş degene Sünni Emrah'larındaki hareketi yer şarıyla kademdaş deyen gel. Yer şarı neye karsa Sünni Emrah'ın şeyi verip buldu. Sağ isteklem kimde? Aşındaqa. Aşta bu başqa şu antenani şu yönüş qarab o'rnatib qo'ysangiz signalni qabul qilaveradi. Endi Elon Musk'niki ma'nosida bir necha alaylik bor. Buni nima deganda Sünni Emrah'ning soni bak ko'p bo'lganligi uchun har qandaq shu qabul qilishni nega qarshisiz qatnazar bir vaqtning o'zidan kam deganda 4 aşta faqat Sünni Emrah'ning signalni qabul qilar ekan bu. Signal kap turdi degan gap. Başta boshqa unisiga bu Sünni Emrah'lar qadamdosh emas yer shari bilan. O muqim. Muqim yer shari aylandi, lekin Sünni Emrah aylanmaydi. Joyida jim turg'uliq. Sünni Emrah aylandi ekan, men xato aytdim bu gapni. Sünni Emrah 12 soatda bir qatam aylandi ekan, lekin bu hammasi har taraflarga aylanib yuravergan bo'lg'achqa, balki signal uzilib qolgan ahvol yo'q. Ya, men 2 soat alashib qo'ydim bu deyman, makinaga batib bor. Men sal qarab boqay, ya. Bu menimki farzim bu nima qilmaydi.
Ben hata kaldım keçironlar. Belki GPS'ninki sinemasıyla masal aralashtirib koydum. Elon Musk'ninki sineması aylanmaydı o joyda muqim turdi. Aşbiyatin ko'rsatgan to'rga o'xshash. Hatta bu boshqa gerçi yer shari aylanayotgan bo'lsa-mu, birli vaqtda ko'plagan sinemaniki signallari qabul qilishda kep turdi degan gap. Agar bu aylanmay qolib qolsa, o qabullovchi bilan nimaning orasidagi musofa uzrab ketadigan avvalroq bo'lmaydi. Nimishqa desangiz, bu 12 ming sinemaniki urilish ahvoli nihoyat bir alayida. Masalan, dastlabki chiqarilgan 1584 sinemra Yaşar'dan 550 kilometre gizli turdu ki. Bu bir kat. Bir katta şarkı uçuş bir kat. Şu katta 1584 sinemra. İkinci grupta çıkıldığını 1200 kilometrelikta. Abeksi 550 kilometre, mavi 1200 kilometrelikta. Andaki üçüncü grupta çıkıldığları 3400 kilometrelikta. Masallarını biz AB'den degen yemir sınavda seçtirip basaqlıydı. Bizdeki hazırki kademdaş sinemralarınki bizden bu ağırlığı 36 bin kilometre. Maniki en jirafları aran 1200 kilometre. Sonra Yaşar'a intayın yakın diyen gap. Yakın boğalık için signal naydı güçlük. Signal güçlük boğalık için çok antenak etmeydi. AB'de ben degende bir kap boşaş 40 santimetrelik kap boşaşlar bir nasıl olsa signalını her vakit kubuk alaydı diyen gap. Şu arkalık bütün Yaşar'ındaki hem yerine signal bardığın kıyıda doğru. O diyen efendi. Bundan bu 12 min sinemra bir-birisiyle alakadar iken de qaysi tutashsa shu bir-birisiyle o'xshash tutashgandek bo'ldi ekan. To'g'ri. Bu chaqdan ondagi Yaşar cho'gilishimi men bog'langan sinemra avte demay qaysi bo'lsa udilkagini bog'lanaversa o'zinikini topadi ekan hisobda. To'g'ri, to'g'ri. Nima bu sinemralar bir-birisiyle ko'rishib turadi. Masalan, siz yerda manglagan signalni bir sinemra o'qisa o sinemra şu vaktin üzerinde bunu etrafındaki hemisi takdir ediyordu tamam ki. Alayligi bu hoşna sinemralar birbirisiyle nuru arqılı görüşürken lazer nuru koşuş nur bilen. Kablosuz. Haberiniz var ben burun bu to'g'ri azaz so'zlab bergan. Menniki bu saatda bir qurgan şirketim var. Hozir qamidi şirket hozir o'lib qoldi. Bir şirket qurgan şu lazer nur bilan aloqalashadigan uskunasi chiqadigan shirkatda u nima desangiz bu teleskop o'xshaydi. Teleskopni bir-biriga qaratib lazer nurini olsangiz shu nurga havolashish signalini mindirib mang'oldan. Uning alayligi nur signaliniki sig'imi intayin cho'ng. Shunga hozir uylarga nur signallar orqali nur tala deymiz bu optical fiberda. Aşağılık signal kıldıgan aileler var. Mesela kızımın uyudu mu nurluk falan var hazır. Onunki internetteki tizligi 1 gigabit. 1 gigabitte. Aşağı tiz. Nurla alaklaşkan çağda signalınki süretini intayin tiz kılı oldu. Sığımı intayin çok kılı oldu. Şuna bu 12 bin sinemra birbirisiyle nur arkalık alaklaşırken andaki bu sinemralar yer bilen mikrodolkunlarla alakalı ekan. Albatta men degandek mikrodolkun meniki kasbim bo'ladi. Men shu dastlabda kirgan soha shu. Men yapmaylik vaqtimda shu mikrodolkun orqali ishlaydigan mashinalar, avtomatik mashinalarniki ko'zi bo'laydigan radar ishlatadigan antennalar degan men yapmaylik vaqtimda. Shu mikrodolkun orqali ishlaydi. Endi meniki xalqarada o'xshamagan dolqinlarga o'xshamagan ism bergan. Bu Elon Musk'ninki sinemasida ishlatadigan dolqin balvagi KA bilan KU degan balvoqlar ekan. Buniki birisi 26.5 gigahertzdan 40 gigahertzgacha, yana birisi 12 gigahertzdan 18 gigahertzgacha. Bu gigahertz degan gap signal 8 gigabit bilan ma'noda degan gap. Şuna bu signallarniki sig'imi intayin yuqori. Shunga ikki huquqim bor. Sinemralar o'zaro nur bilan nur orqali aloqalashadi. Sinemralar yer
mikrodolqin orqali qilishadi. Buniki mikrodolqinniki alaylığı mikrodolqinlar bulutlardan ötəlaydı. Bulutlardan ötəlaydı. Endi bəzi hallarda şəx olsunmu bulutlarniki tərkibində su olğalı üçün sinanı acizləşdirdi. Əgər bir yerdəki sinema acizləşib qalsa, başqaları qəbul qılıb, başqa çürpülüb yerə. Şu arqalıq signalniki hər qandaq vaxtda 100% signal bağ halət mücəz çıxarıldı ki. Amma bu intern güclü kəndi. Abətə mən deyəndə xoşla sinemalarniki arlığı 560 kilometr. Andi mikrodolqinniki alaylığı tüzsüz boyunca bağlıdır. Bunu kırmızı əsl tutuş gerek. Ya tam oqas tamda əgər ötəmdiki də böyle qılınmaydı. Tam oqasla tüzsüz bağlıdır. O tüzsüz boyunca bağlıdır. Bu nur mikrodolqin bu sinemaların alaylığı şu. Tüzsüz boyunca bağlıdır. Şuna Kudi televizor antenası okşaş, antena çokum sinemara qarab turish kerak. Sinemalardan keyin signalni qabul qilish uchun. Endi marketing ki Elon Musk'niki bu sinemara sistemasi osmondagi sinemara bek ko'p bo'lgani uchun har qaysi yo'nalishdan signal kelib turadigan bo'lgani uchun siz antenani ma'lum bir yo'nalishga qartishingizga hojat yo'q. Talaqal qartib derazadan qashib qo'ysangiz signal qabul qiladi. Endi bu adir əmmimizin xəbərdə bo'lganda Elon Musk Xitoy bilan bək yaqin. Şanxayga Tesla şirkəti qurub intern jiq məbləğ sərf o'sha Tesla mashinasini chiqaradigan. Endi nurg'un kishilarniki mush qatimki mush 12 ming sun'iy sistemasini rasmiy amalga oshsa Xitoylarniki internet tamlari o'lib ketishi mumkin degan farazlari bor. Yoki shuni orzu qilyapti. Xitoyniki internet temi mush qatimki mush sistemadan o'lib ketishi mumkin. Endi buningga hozir tushuncha berayotgan odamlarmi bor? Mening o kasbim shu boshqa ba'zan tushuncha berib qo'yay. Buniki hammasini asl qilishning hojati yo'q, lekin hozircha bir ideyaga ega qilingandi. Endi bu qatimki Elon Musk'niki bu sistemasini qanday qilsa Xitoy to'sib qolaydi, yo'q etalaydi degan bir savol endi. Uning birinchisi sinema amrlarni etib tushirib o'tish. Bu mumkin. Xitoy qurollarni hisob qildi, sinov qildi. Sinemalarni atalaydigan lazer nuri quroli bor bularda. Yoki etib tushirayotmay nəhayət güclü elektromagnet to'lqinni chiqarib osmonga shu orqali sinemalarniki elektronlik uskunalarini ishlamaslik qo'yish ehtimolligi bor. Bu butlay mumkin. Xitoyda bu iqtidor bor. Lekin endi bunday qilsa, u sinemalar Amerikaniki mulki bo'lganligi uchun Amerikaning mulkiga ziyon solganlik bo'ladi. Xuddi bir boshqa davlatlarga tajovuz qilgan o'xshash bu. Shunga bu ehtimollik ancha emas. Endi başqalarniki haqqı təcavüz qilish to'g'risida gap chiqdi. Bir qilishimiz so'rabdi, olam bo'shliqidagi sun'iy amra orbitlarini taqsimoti kim tarafidan belgilandi? Qanday taqsimlandi? Xalqaro xabarlash komiteti bor. Maxsus shuni qildigan. Uni aşağı tizimga qoldirib, o'sha tasdiqlangandan keyin haqiqatan sun'iy amra chiqishdan burun aşağı ruxsatnomasi bo'lmaydi. Orbit qayerda bo'ladi degan nurg'un masalalar bor bundan ichida. Unda qilmagan chog'da agar orbit so'qishib qolsa, sinemalar so'qishib ketadi bir-birisi bilan. Shu buni maxsus kontrol qiladigan, boshqaradigan o'rin bor. Bu bundaq dehqonchi xo'sh. Davr. Agar dehqonchi tushunib qolib qolsak, bu bir bo'zya, kim qanchalik echivas shunchalik bo'z bo'ladi degan shaklda bo'ladimi yo? Unda emas. Yo, unda emas. Unda xo'p qolsa, aytaman degandek, hozir o osmonga chiqib bo'lgan sinemalarning soni bakchiq. Mesela Amerikan çıkargalarımı 1500'den köpürek hazırlıkta çıkıp boğunu. Mesela bu başka bir yerde bir fizikli kanuniyet var. Sinema yaşarını aylanıp durdu, doktumay. Başta aylanıp turuşunu başkurduğun bir fizikli kanuniyet var. Bu kanuniyet boyunca kargan çağda sinemanın ne koysa yaşarını aylanıp beni vermeydi. Sinemanın eğirliği, aylanış tizliği, hani ki yaşarlı boğan ağırlığı. Bularning hammasini belgilaydigan bir qonuniyat bor. Ashta bo'lganligi uchun agar sinemalarniki eg'irliklari o'xshashroq bo'lib qolsa, masalan,
aylanish tezliklari o'xshash bo'lib qolsa, chuqur o'xshash orbitda menish kerak bo'ladi. Undaq bo'lmasa, muhimni saqlab qolmaydi. Yoki ketib qoladi, boshqa yerlarga yoki yer shariga tushib ketadi bo'lar-ku. Ashta boshqa bu orbitlarni taqsim qilish kerak. Bu jihatda xalqarodan mukammal sistemalar bor. Endi Elon Musk'niki bu qatim qilmoqchi bo'lgan shu 12 ming sun'iy amra qurilishiga jami 10 milliard dollar pul ketgan ekan. 10 milliard. Endi bu qancha pul tushunib boqayli deganlarga endi Amerikadagi hozir 12 dak nimasi bor? Aviamatkisi. Ama aeroplan qo'nadigan parxod. 12 kisi bor. Shuniki birisiga 13 milliard dollar pul ketgan ekan. 13 milliard. Shunga Elon Musk'niki qatqan butun qurilishga turgan pul bir parxodniki pulsidan sal ozroq. Lekin endi bir davlat uchun 10 milliard dollar degan ko'p pul. Hozir Amerika hukumatiniki NASA'ga beradigan yillik puli 21 milliard atrofida. Shunga bu 10 milliard degan bu cho'ng pul hisoblanadi. Shunga agar Xitoylar etib tushirsa, ashlik pul ziyon bo'ldi degan gap, bu ehtimolli qancha cho'ng emas. Ikkinchisi signalni to'sib olish. Signalni to'sib olishda endi albatta men degandek bu mikrodolqin tussiq bo'yicha ma'noda. Endi sun'iy amradan sizning uyingizga kiritgan signalni qanday to'sadi deb faraz qilsangiz bo'ladi. Cho'qim sun'iy amra bilan sizniki uyingizdagi antennaniki o'tirsiga bir temir taxtaydak bir narsa qo'yish kerak. Signalni to'sib olish uchun. Bu to'sib qolib olmaydi. Bu Elon Musk'niki maaşida endi sun'iy amraning soni pek ko'p. Signal hamma inishlardan kelib turadigan bo'lg'achqa buni to'sib qilish asosan mumkin emas. Üçüncüsü signalga buzg'unchilik qilish. Bu xalqarada biroz umumlashgan texnika. Emniyet o'ylab qolsanglar, Amerikadan RFA'niki signalini Sharq Turkistonga taqib turdi masalan, har kuni ishga vaqt o'xshamagan частоталарда. Xitoy buni buzg'unchilik qiladi. Qanday buzg'unchilik qiladi deganda, do'lqinlar, uni biz qisqa do'lqin deymiz. Qisqa do'lqin albatta men degandek ularni tussiq bo'yicha mang'an bilan qisqa do'lqindagi bu masalan Amerikaniki Sharq Turkistonni taqdirgan signali ojiz. Nimishqa deganda Amerikaniki Sharqiy Turkistonda radio punkti yo'q. Bu radio punkti Xitoy davlatining sirtida joylashgan. Ashadin Sharq Turkiston qarshi taqdirdi bu signalni. U yerga bir po'chib bu ojizlab ketadi endi. Ojizlab ketgan boshqa Xitoy Sharqiy Turkistondagi o'xshamagan yerlarga o'xshash chastotada ishlaydigan punktlarni qurib, shovqin signal taqdirdi bular. Taqatgandan keyin Amerikadan taqatgan signali ojiz, Xitoyniki taqatgan shovqin signali kuchli bo'lganligi uchun siz radioniki qabran olmaysiz. To'sib oladi. Radioningizda shovqin chiqib qoldi. Shovqin chiqib olmaysiz. Buni buzg'unchilik signal buzg'unchiligi deb ataymiz buni. Endi bu Elon Musk'nikiga bu mumkinmi desa, bu texnik jihatdan mumkin. Qanday mumkin desa, buningda albatta degandek kuchli signal taqish kerak. Agar Xitoy buni to'siman desa, Xitoy osmonga sun'iy amrani chiqarib, Xitoy davlati doirasining ichida bu Elon Musk taqatgan signaldan nechasi kuchli signal taqish kerak. Endi texnik jihatdan mumkin, iqtisodiy jihatdan arzimamda bo'lgan bir masala. Şuna bu narsani bir deb qo'yim keldi. Andikan cho'rak ehtimollarga antennani cheklash. Hozir Xitoyda shu dish antenna deymiz biz. Tangliga o'xshash antenna. Mushaqda qattiq qoida tizimlar bor bularning. Xalqadan buni elib o'rtanmaydi bu narsalarni. Kelgusida Elon Musk'niki sun'iy amrasiniki signalni qabul qiladigan uskunlarni Xitoylar qattiq cheklashi mumkin. Uni cheklab, uni kanallarni jazolab, shu orqali bu ishni kontrol qiladi deb o'ylayman. Endi Xitoyda boshliqlar alayda imtiyozga ega, boshqa buni fuqarolar qilolmay, boshliqlarni uyga ma'nosini ilib o'rnatib bekitilishi mumkin. Endi mas'ullarniki abadan ko'rsatib qo'ydim, uni chiqimi $300 atrofida ekan. Bu qatamliq chiqim $300 ilib o'rnatib olsangiz shakli bo'ladi degan gap.
Şuna Aşbayatın sildep ötüp ketken 40 santimetr 40 santimetrlik narsaning tanlarqi $300 mikan? $300 ekan, hammasini qo'shgan vaqtida. Oo. Lekin ma yana bir sababini mishada demoqchi, u antenna uskalarini setib olish bir qatimliq chiqim, uni xilchi qadamni qalalaydi. Lekin bu Elon Musk Sinemra sistemasındaki signalini işletiş için $80 gelir ekan her ayda. Aşağı bu başka mesela Amerika'daki bu lazım emas. Nimişqa desa bizninki signallar pek yaxshi. Mening uyimda hozirgi internetdagi surati 400 megabit internet var mening uyimda. Qizimning uyida 1 gigabitlik bor. 400 megabit bor. Biz unchalik pul to'lamaymiz. Men $60 to'layman. Ani işlerse $80 to'laykan, shuni biz uni ishlatmaymiz-da, hozir qanchalik. Shunisi hojat yo'q. Lekin abaytir men deganda hozir yer sharining 50% qismidagi insonlarda internet bo'lmaganligi uchun ular uchun bu intayin zarur deyilgan. Bir davlatda mesela bir internet tor sistemasini qurish intayin murakkab ish bu. Başta bu aşkı onu işlik qilolmaydi. Ular uchun gerçi bu ishga $80 pul asımı nurg'un odamlar buni setib oladi deb o'ylayman men. Elon Musk bekor qilmaydi buni. Ashta qilib shu orqali pul topa oladi degan gapman. Shunga gapning qisqasi har xil ehtimollar bor. Endi Elon Musk Shanxayga cho'ng shirkat quradi, Tesla shirkatiniki. Bu nega borib qilolmaydi. U ish bilan maishniki munosabat qanday bir taraf qiladi, bir qism aniq emas ahvollar bor. Bu ishlar keyingi asosda bo'ladi. Endi Sinemra'nın işi tugidi. Yine Elon Musk vatkan yine iki çoğum iş var. Ben şunu kıskısı da yapayım. Onunki ben maşinesindeki Tesla'ya maşinesinin işini oradan bilirsler. Otomatik olan maşine alan bu maşinelerin ait tiz terakkivatıdır. Yakında burun setlip olan maşinelere yeniden kompüter oynatmakçı bu. Onlarsa bu maşina kızılçıraktan toktaydıgan to'xta degan belgiden to'xtaydigan bo'lmoqchi o'zi avtomatik holda. Ya'ni yerim aqlli olamda. Yerim aqlli bo'ladi. Burun u alayligi yo'qdi burun. Burun qizilchiroqda to'xtayolmaydi, anadan to'xta degan belgi to'xtayolmaydi. Buning lekin shu alayligim kirmoqchimiz. Pat yaqinda hozir boshlandi bu amaliyotda. Xo'sh. Undan boshqa Elon Musk'niki qolgan SpaceX degan shirkati qolgan yana bir cho'ng ish osmonga etib qaytib tushirib oldigan raketa. Bunun xabarini qarindoshlar anglagan. Bu rasmiy ishga tushdi. Uni Elon Musk SpaceX degan shirkatda 3 qatim sinov qilib mag'lub bo'lib ketib, pulini to'lab ketay deb qilib 4-qatimga aran chiqish olg'idek pul to'plab, yana bir qatim otgan chog'da muvaffaqiyat qozonib, ashuna bilan NASA'dan ko'p pulga erishdi bu. Erishib bu ishni ma'lumoti. Şu 5-ayning 29-kuni 9 yildan keyin Amerika yana 9 yildan keyin yana tunji qatim Amerika o'ziniki raketasida ikki olam uçqusini olam punktiga chiqardi. Şu 5-ayning 29-kuni. Şu Elon Musk'niki SpaceX degan shirkatiniki Crew Dragon deydi, şu raketa bilan chiqadi. Raketa bu ishlarni chiqarib qo'yib, yenib tushdi yer shariga. Resim bak göstereyim şimdi. Şu PowerPoint'dan sal kenar tarafları da var. Yeni bir bakıyorsunuz. Sal akstrak. Raketamış şu aslında halkara alan punktu adamı çıkan raketa analiken sinemradan çıkan kingi bakıyorsunuz. O raketanın kayıt düşken görünüşleri var. Ma o yerge kayıt düşüvatkan gibi görünüş. Şunda kalıp bu raketani yerge düşürüp aldı. Bu Elon Musk'niki şu matematik cihetten onaydı planti, kuş plantı bakya. Mesela 12 yaş vaxtlarda matematik xalqaro muzokaralar qatnashib mukofot olgan ashta ishlar bakyan. Hisoblashga bek muhim. Orliqda Rossiyaga berib, Rossiyaning raketini ishlatish to'g'riliq. Ulardan biraz yomonlab qaytib kelgan ishlarim bakyan. Degan bahsi bek qimmat. Bir raketa qancha pul desa 100 milyon deb. Ashta degandan keyin raket Elon Musk şu gaplarni deyishgan sorunni qo'yib chiqib o'rnidan
ikki bo'lgan chog'da masalaniki degan bahaniki intayin az qism yasayman o'zimda ikkitiki endi Amerikaniki shu Falcon 9 degan raketa orqali elib boriladigan bir cho'ng qurilishga ketadigan chiqim $60 million. 60 million dollar. Endi bu Elon Musk qanday hisoblabdi desa, hozir shu osmonga chiqarib, qirg'oqqa qilib, uni qaytirib tushirib, raketani qayta ishlatsa, shu 60 million dollarniki 46,5 million dollarni sotib qoldi. Tejab qolarlar ekan, ya'ni 60 millionga yasab, ishlatib sotib etsa 40 millionga sotadi ekan. Yo'q, endi ani qaysitilgan bo'g'ashqa o'ziga nurg'un pul sotib qoldi deganga. Uni hisobini qanday ekan desangiz, Amerika bir raketa uchun 100 million dollar pul ishlayapti deydi. Yo'q, kam deganda 10 million deydi. Kam deganda 10 million dollar pul ishlaydi. Men uni bir raketani 300 mingga yasab, bir qatim osmonga yetish chiqimini 300 mingga tushirib, 1 milliondan satsam, menga ayna 70% foyda qoldi deydi. Buni qaysa başşı. Hazır endi bu pulni aşağı tepadı. Aşağı tepip hazır buniki baş prosesör qilgan pulları şu yerden çıkıp atdı. Sonra raketlarını çıkarıp qaytırıp etişilip qayta işletip degandek. Aşağı olan bu sahada Elon Musk bir yeni devre yarattı. Bu hadi taksiga o'xshaydi da. Raketa osmonga chiqib anasini chiqib apirib qaytib tushyapti da. Buni rasmiy chiqib tushadi. Albatta men degandek ikki odamni olam punktiga chiqadi. Yaqinqi 60 sun'iy amirani osmonga chiqargan raketami qaytib tushdi. Bu qaytib tushdi. Bu ishlar nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi. Shunga bu ishlar shundoq, marisini ko'rdinglar. Ondan keyin Elon Musk'ning qatgan yana bir ishi bor. Bu nima desa, haqiqiy boshliqda mang'an poyez. Bu ideyanimi bu kishilarga aytib, kim qilsa bo'ladi deb boshlab aytibdi, o'zimiz sinab qo'ydi. Hozir Amerikaning Kaliforniya shtatida, men turgan shtatda 1.6 kilometr oraliqqa shu turbini yasabdi. Bu nima desa, biz mashina aylagan vaqtimizda odatda 3 xil kuch ta'sir qildi mashinaga. Birisi mashinaniki motori, mashina oldirishtiradi. İkincisi mashinaniki chaqidagi sürtüş kuchi mashina orqaga tortadi. Bu sürtüş kuchi nereden paydo bo'lgan deganda, Yasharning tortish kuchidan paydo bo'lganda, Yashari mashinani yarim yuzga tortib turdi, mashina oldi qarab manga vaqtida shu chaq bilan yana olg'ida sürtüş kuch bo'lgan gap. Üçüncü kuch havoning to'sqinlik kuchi. Gerçi ko'zimizga ko'rinmagan bilan biz yashayotgan shu bo'shliqning hammasi havo bor. Havo bu resmi modda bu. Egrilik var, massası var. Bir modda. Hatta bu başka bu maşindeki minvatkan nesnedeki sürtünmeyi intayin zor derecede azaltıdır. Endi Newton'daki birinci kanuniyeti eğer hiç qanday ta'sir kuchi mavjud bo'lmasa, siz bir narsani ishtirvasangiz, u narsa o'ziniki aslidagi harakat holatini saqlayveradi. Siz qancha siz ishtirayotgan bo'lsangiz, bu mengaverdi degan gap. Endi hozir Elon Musk'niki bu yeni satgan bu poyezdniki nima alayligi bor desa, buni yarasi yasasimi bo'ladi yoki yarini yuzga yasagan chog'da turib bor. Cho'ng turib yasab, siz yana bir batni ko'rsatdim, yana bir batni bor bu. Yana bir betida bor. Cho'ng turib yasab, o turbining ichidagi havoni shumib chiqib etib butunlay poyezd manga vaqtida uningga ko'rsatilgan havo to'sqinligini elib etish. Turba, rasmiy turba. Shunga bu ideyani o'tirib qo'yib, albatta men degandek Kaliforniyada sinab qildi. Agar bu poyezdniki sur'ati intayin tezga soatiga 1200 kilometr mangadi ekan. Men aeroplanlarniki sur'atini tekshirib baktım. Boeing 737 deganni qirlashani amiz bildi. Boeing 737 niki bir soatlik tezligi 930 kilometr ekan. Uning da tezginde 930 kilometrda mangadi ekan, poyez 1200 kilometr tezlikda mangadi ekan. Başta bo'lsa Dubai bilan Abu Dhabi
bu nemenin şu Dubay'da yasaş getir köp oldu bu işini. Aş ağırlıkını 12 minutda besme oldu ki. 12 minutta Dubay'dan Abu Dhabi'ye bağlı oldu ki. Ma bu Amerika'da Kaliforniya'daki Los Angeles şehrinde San Francisco'nun ağırlığı 550 kilometre kilodu. Biz ayıplandım alsak ayıplandım uçuş vakti 45-50 minut gidiyordu. Ma poyuz 35 minut vardı ki. Andi bu ki ayıplandı seçti olan çağda poyuzda vakitte tecrübe kalırdı. Neymiş degende poyuz stansının şehrin 30 yasılı bulurdu. Anki bir hatarlı tedbirleri ayıplandı onda katlık emez. Avrupa'daki adam bilse ben bu poyuzda bir baktım bu yerlerge şehrin otursun lakin hiç kanda çoğun teşhisini öperle poyuzda çıkılır bende. Çünkü ayıplanma hemen burun başı Los Angeles'ta San Francisco ağırlıklarına çıkarttım algan. Bize başlayacağım olsam 4,5 saatte bir buldum. Ayıplanda normal vaxtıdır mı 5 saat 6 saat vaxt getdi ki. Ayıplan stansıga 2 saat baldır çıkması olmağan. Kirib, ayıplan oturup ayak düşüp boğandan keyin öy veriş qiyini bir kural taqması olmağa açta qalıb. Bir qatim ayıplan 2 saat çıkıp 8 saat aramadım. Deyirib zaten şunda çık aç şüt getdim, ısıt maşinada basam boqamda onun. 4,5 saatte bir buldum da. Başta işleri bağındı. Şuna bu imtihanlıqar texnika hazır kadar endi bunu yasashqa rasmiy tutish qilgan davlat Hindiston. Hindiston bu ishga rasmiy tutish qilib Pune Bombay deydi. Pune Bombayning ağırlığına mush poyuz mangadigan turba yasab etibdi hozir. Şuna bu chetdagi qarindoshlar az kundan keyin bu ishda to'g'ri gap olasizlar. Bu mu şu nimeniki Elon Musk'ning qilayotgan bir yengilligandi. Shunda qilib bugungi mazmun asosan tugadi. Mushkillar qanday bir xabar qilib keldim. Yaqinda bu oxirgi qatimliq 60 sun'iy amraning osmonga chiqishi va Amerikaniki 2 olam uçuşunki SpaceX degan shirkatning raketasi bilan xalqaro olam huquqiga chiqishi munosib bilan Elon Musk'niki shirkatining xabarlari jiq bo'lib ketdi. Shunga mush aqlli qarindoshlarga bir ayrim tushuncha bir qo'y dedim. Men burun NASA'niki yangi ishlarini to'liq ko'p chiqarib turgan. Hozir gapni rostini desam sal ko'ngil bo'lmaygan bo'lib qoldi. NASA'ning ishi to'xtab qolgani yo'q. Yana osmonga chiqadigan narsalar hammasi asli plan bo'yicha ishlanyapti hozirmi? Yaqinda osmonga chiqadigan narsalar bor. Hozir şu vatan ahvolida ko'ngil xotirjam emas. Onda xabarlar odamniki ancha ko'ngil topmayotgan bo'lib qoldi. Shuni o'tirib chiqarib o'tirmadim. Bir mash fursatdan foydalanib, mash bir qism ahvollarni chetdagi qarindoshlarga yetkazib beraylik. Bu ishni qildik. Sizga ko'p rahmat, Ahmad. Allah razı olsun. Bu Elon Musk'ningki bu kadar cho'ng o'ylash Anaki meblag selish meselelerdeki bu karamlıq tigiden iqtisadi manbasi bağlılıqlıqdır yoki aql fikrinin bazırı varmı zaten dünyada? Aql fikrinin bazırı. Endi albatta men degan ishlarni hamsi biz qilmaydi, lekin men albatta deganda Ruslarni kurashib yomonlab chiqib Amerikaga qaytib kelib qo'ychilik. Amerikada shu aeroplanda osmonga etib qaytirib tushirib olgan raketaning naslini sanab o'qigan. Qancha chiqim ketadi, qancha foyda olayman degan narsalarni. Shu bir ideya muhim. Konkret ishni o'zi qilmaydi albatta. Shu ideyani o'tirib qo'ygandan keyin shu ideyani vujudga chiqaradigan odamlarni topadigan gap. Albatta men deganda o'zi 3 qatim sinab qilib, 4 qatim sinab qilib, 4-qatim sinab agar bo'lmagan bo'lsa, iqtisodiyotni vayron bo'lib ketadi ekan. Ama şu 4-qatim muvaffaqiyat qozonib, shuning bilan NASA'nın aytdi ko'p pul berib buni qo'llab boshlab qo'yadi. Endi NASA'mı hamishni o'zim qilsam demaydi. Hamda hozir Yapon, Kanada, Yevropa nurg'un davlatlar bor. Shu xuddi NASA o'xshash idorasi bor bularniki. Osmonga sun'iyamra bu narsani chiqaradigan. Boshlarning hamma yerdan qildi NASA. Bu jihatda xalqaro bir xil hamkorlik bor. Nimishqa desa texnologiya taraqqiy qilsa hammalarga foyda. Undaqda buni kim qildi degan narsa muhim emas bu yerda. Shunga Elon Muskning ishimi, Elon Muskningki shu aqliga, qobiliyatiga Amerika hukumati ishonganligi uchun hozir endi nurg'un pullarni berib, mushqatimki 2 olam uçuşusini
xalqaro alam punktiga chiqaradigan ishni elamoqda ben. Albatta men degandek bu raketasi qaytib keladigan bo'lgani uchun har qatim bir ishni qilsam, mana shu ishni nurg'un pul yanchiga kiradigan gap endi. Bu Tesla mashinasida bu cho'ng kirim bo'lyapti. Bu mashina hozir to'xtamay taraqqiy qilib setilishi, men bu yil boshqa davlatlarga borolmadim. O'tgan yil Yevropaga borgan vaqtlarimda Tesla mashinasininkı Yevropada xil umumlashganligini ko'rgan. Hozir Kaliforniyada baktiz umumlashyapti endi. Men yashab qayerda ko'p bu mashinalar xalqlik evatidi. Chiqilib uniki kirim topadigan yerlar hozir ko'p hozir. Shunga yaqin yoki qandaqdir iqtisodiyotda bir qiyinchilik uchrab qoldi degan gapni anglab boqmadim. Hozir bu so'ldirı nəhayət yaxşı bir oldu. Yani biz üçün bundaq təsəvvürə bay aqli iqtidarı bək çox oylayan qarindaşlarımız olsa, bu şundaq bazardan aloqalaş bas oldu ikində şuna qaraganda. Bu əlbəttə bulurdu. Bizniki vətəndaşıdan acayip oylaydigan yaşlar vüsq qilishga başlagan. Yani ki müşqatanlıq çox bastırışıdan burun aeroplan layihələgan, raketlar layihələgan maaşlar nəslər hep toğan tükkelerde kıldıgan bu pahalı. Çatelde mi naiti yukarı teknolojiyalik nəslərin layihələgan kırındaşlar var. Hazır bir yaman yeri bizdeki vətən bilen bulan alaqımız üzüp gelip vətəndeki bütün xalq iskan yeşi kirib qalıb üçün əslində qılınğan bir işlərə hazır intan iğir dərəcədə tosquluq var. Başta bu yaşlarımız qat'i təfəkkür qilishdən yeni ideyalarni oturuşdan to'xtab qolmaslik kerak. Endi müştəqə bir qısdırıb qoyduğum bir nərsəm, ki çoxum işini ilmi qilish kerak. Bu yeni ideyani oturuş yaxshi ish bu, muhim ish, lekin uni ilmiy asos qilish kerak. Ben şeyde bir hikayemde pray. Hoş. 2007 yılı deyman. 2007 yılı ben Ürümçi'ye bağlı vaxtımda işkirde okuyduğum bir kardeşimiz bilen 2 saat öyde paralaşkan. O kardeşimizdeki bir layihisi varken nima dese energiya işletmey tok çıkırdığım maşinadır. Şuna bir nasıl layihlaptı. Layihlap bana akilip bana gösterdi. Ben 2 saatte düşendirdim oyunumuzga. Oyunumuz fiziki dokuğa mesken. Ben abetim degan anda küşlerki münasebetlerini düşenmeye kalktı. Gel kıttı desanız bir çoğun tonga, çoğun ton. Kıstanır ki çitekten dokuş kılıp açıyorum. Ait bir 10 tonga var. Ben kaçlar anonsuz. Aşağıdan sudun bir kaçlar koyuyor. Bununla bir zincir bekletip bunda aylanma zincir. Zincirge şargı koşaş. Ve zincirden şargı koşaş. Küçük yalkaçlangan neselde tenip koysak da iyiydi. Bu şar, bu tonun aslından kirdi. Kirgendeki lan su bu şarın leyiltip üstünü tartıdı. Aşağıdan bu toptamayı neye vurdu deyip aşağıdan nahit tepsili layilat ekipti mi? Bir depte ekipti. Ben dedim Fukam, ma tüşünü çoğun kıp koysanız su ekipti de. Tüşünü küçük kıp koysanız rızıngi ötmeydi o yerden. Rızıngini ötkidek var, rızıngi şar ötmeydi. Rızıngi ötkidek kılıştın atüşüne. Rızıngi ötüdüğün kılmayandısız çok su ekipti o yerden. Şu yerde, şuna bir yerde bak kuşlarınki jığındısı var. Ma tartış küçüğü, ma tüşteki sürükülüş küçüğü diyendek. Siz atlas fizik okutmuştun böyle, size baksanız da 2 saat şey ağırlık ettim. Şunda ağırken üzerine yerik ettim. Şunda kıynik ettim. Anda oylasak olmayı. Anda oylanıp ben böyle yeni genç kanıtıydı. Hazır agitni o diyendekin şarını tonun işini tuğuzup durup yel verdirdiğin teknikiden bir şey koşa alırsa? Ya aşağı kısmı o bir bana ondaki kadar kılsız diyen gap vardı. Demek çoğunum ki bu müşenimiz şikirde işte neslin birini yasaptı bana resmi üretti. Bu işe su koygan nesne mesela bir tandak bir nesne tanıyıp onunla kok var o, içimlik var o. İçimlikten kutularını esip tokatarı. Esip şunun şeklini kılıp oyunumuz şu vatanda ki puldaladım pulcuğu ben de bu arkadaşlarını kıtıkıp meni erkekler sizin bu taşıklaşmasınız degan tufkan bu işlemeydi bu iş. Bu energiyani yo'q yerdan boqib olmaydi. Agar yo'q yerdan boqib olsa dunyo faqat hozirga o'xshamaydi deb shunda qayta tushundim. Ammo o'yinimiz menda yomonlab qolgan shu vaqtda.
Amerika tashkil qilish bermedi. Ki anlasam şu pulni yig'ilmabdi. O pul yig'ilmaydi bunga. Nima desa bu fiziklik qonuniyatga xilop ishlar bu. Shunga mushundaq yaxshi ideyaniki bo'lgani yaxshi. Ashta ideya bo'lib, mushta ideyaga qiziqadigan fikrlar bo'lsa, qanchida bir almatakir fizik o'qing. Ko'p ashta bir narsani vujudga chiqarishga keladigan narsa nima? Shu bilimni, asos bilimni egallab oldi. Onu egallamay turib, ideyani o'tirib qo'ydim deb, abagidagi ideyani o'tirib qo'ygan bilan o ahmaydi. Mendek adamlar kun bo'lgan gap. Sungan kuch deydi ekan uni. Shu ishlatilib bo'lgan energiya deb. Uni yana bir tirik energiyaga aylantiradigan texnika yoki ijodlar yo'q ekan taha. Shunga bizda energiyani saqlanish qonuni degan qonun bor. Nima desa, energiyani yo'q yerdan boqib bo'lmaydi. Lekin bir shakldan yana bir shaklga o'zgarib bo'ladi. Masalan, igiz yerdan tushayotgan suvga suv elektr stansiyasi qurgan bo'ldi. Bu chog'da suvning eqimi to'q chiqadi degan gapda. Chunki bu to'q bekor kelmaydi. Ammo bu insonlardagi chiqimi jihati bekor keladi bu. O'stan bo'g'aliq uchun, o'stanning bir taraf igiz yana bir paka bo'g'aliq uchun u to'q chiqib paydandi. Lekin energiya yo'qdan paydo bo'lgan narsa emas. Yoki bo'lmasa biz ko'mir ko'ydiramiz, masalan, kömür elektr stansiyalarida yoki gaz ko'ydiramiz. Aş kömür gazlarning hammasi energiya. Energiyani sarf qilib turib, bu energiyani to'q aylantiradigan gap. Ma quyosh energiyasimi bekor keladi asosan. Quyoshdan kelgan kun bu, kun nur. Bu nurniki miqdori bak cho'ng. Mana taxtalarni ishlatkanga kun nuri azlab qolmaydi. Buni ishlatimiz satamiz o nurlar yo'qaydigan nur endi. Lekin taxtalarni chiqardiganga, o'rnatadigan pul ketadi endi. Buni boshqa pulga pul ketadi. Shunga gerçi bizniki kundan to'q chiqaradigan taxtalarimiz bor bo'lsa-mu uyda, yana ma'lumotlar pul to'laymiz ona. Dastlab setib olamiz, undagi yilga ma'lumotlar pul to'laymiz. Meniki bor bu. Men o'rnatdim buni. Maktabda. O'ta ishandi. Shunga energiya yo'qdan bor bo'lmaydi. Shunga bu masalalarda asosiy bilim bo'lmasa, fanniy bilim. Qarag'ida o'tirib o'ylab, undan narsa o'yladim deb o'tirib qo'ysak, u oqmaydi. Bu nuqtada ekan. Sizce Amerika'daki Sünni Amerika'nın Sünni emraları vatanımızdaki kameralarının sistemisi besip girip yüz bir vatkan zulümlerini körelem de o ceza lagırı yoki ölüm lagırının içindeki oruntulan kameralar çoğu dep bir konuşma soraptı. Yok, neymiş desanız o bizim vatandaki kameralar o yani üzüldüm. Uyg'langan uyida masalan, men o o'tgan hafta chiqargan videolarni unutib qolibdim men. Hozir Urumchidagi uyg'langan o'lirgim kamera olib turibdi. Hozir hamma kamera bor. Biraz ko'p turgan narsa bor uyda. Ana uni ben yaqinni topqanlik uchun osmondagi sun'iy kamera bilan unda yaqinlik narsani topib olmaydi. Men mushu soat ishlab boqqan hozircha. Aslida bu asli bilaman. Hozir osmondagi sun'iy kameralar yerdagi odamlarniki ayollarni farq qiladi. Ermi ayolmi degan narsani. Aşağıdaki derecede kameralar basmıyor Amerika'daki. Lekin onun da yukarı emas. Ular herkes yeryüzündeki kameralar yetmeydi. Ağırlığı başarılı bo'lganligi uchun enalık derecesi deymiz. Biz kuruş enalık derecesi. O adette şu 1 metre atrafında en yaxshi bo'lsin. Belki 50 santimetre atrafında bulundu. Ondaki şey yapaq olmaydı bunu. Andi o yeryüzü tartılgan o uçlarını qanday almışsa şu uçlarının üzerine endi turartib o'g'irlab turib paylash mumkin. Shunga bizim vatanda bo'layotgan ishlarni kuzatib turgan sun'iy bor. O ishlarni qilayotgan sun'iy bor. Lekin aniq darajasi yerdagi kamerada bo'lmaydi. Uyg'urlar qanday qilsa eng asosiy fen texnik bilimlarini umumiy holda o'rgangili bo'ladi, o'rganiladi deb. Endi ben buni to'la deb kelyapman. Vatandaşlarga o'zimizni chaqirib qolgan sistem ma'rifi degan ma'rifni dedim. Tabiiy texnologiya, injenerlik va matematika musayiz yurish qilish. Hozir dunyodagi taraqqiyot millatlarning hammasi shu 4 sohada imkon oldida. Endi hozir bu vatandagi ahvol, vatan haqida bizniki hech qanday kontrolligimiz yo'q hozir endi. Hozir vatanning hech qanday ishini biz belgilamaymiz. Bu ishlardan qo'rqib qoldik hozir. Hani chet eldagilar uchun qancha o'qiyman desa o'qish fursati bor. Shuni men to'xtamay deb kelayotgan shu
Birisi ata-onalar uchun agar bolangizni kam deganda oliy maktabni bitiruvchi o'qitmasangiz, o'zingizniki millat uchun, millat oldidagi burchingizni to'liq ado qilgan bo'lmaysiz bundan keyin. Chet elda shuncha yosh fursat bor. Shuning uchun bolangizni yosh tarbiyalash uchun oliy maktab to'liq kursini bitirib o'qitishimiz kerak. Endi chet elga chiqib olgan yoshlar hozir chet elga chiqib olib, u bu sababdan har xil odat kasbga kirib qolganlar bor. Undan boshqa o'rinliq qilib kirib qolganlar oz emas. Meniki deydiganim bundan keyin hozir chet elga chiqib bo'lgan Uyg'urlarda chuqur bir yangicha turmush qilish kerak bu masalada. Bizniki o'zimizning kuchaytirishi, har bir odamniki o'zining kuchaytirishi faqat o'zlari cheklanib qolmaydi bundan keyin. Bu millatning taqdirini belgilay qo'yish, boshqa boshqa asta-asta burunki o'rinliqlarimizni tashlab endi chuqur shu xalqarodagi eng keskin kasb, eng oldingi kasb, eng tez kasb aşağıya kirib shu yerda o'qib, shu yerda biz chiqadigan mushtarab yuzlashimiz kerak. Bu tabiiy fan sohalarining ko'pincha izlanish nimasida belki yardım talab qiladigan nimasi yuqori bo'lganligi uchun, masalan, yuqori cho'ng mablag' yoki cho'ng bir kuch bo'lmasa, aqlning destek, ya'ni yordamda bo'ladigan uni o ishiltanmaydi ekanda ko'pincha albatta. Bizda bo'lg'achqa bizdek bir hozir vatandagi ahvolimiz ya vatan sirtidagi ahvolimizdan Xitoyning yoki bizning bu vatansizlik ahvolimizdan asosan undaq bir davlat darajalik yordamga erishish fursatini oz bo'ladi deb bir hal tavrab qilishi yoki umidsiz qarashi mumkin. Buning qanday nimalar bor aslida tavsiyalar? Hozir qarang, bu mesela Türkiye'de kiyimchilik şirketleri kuruldu Uygurlarniki. Yakında bir rezil şirketim kuruluptu. Bu haberden anladım. Mübarek olsun. Pek hoş oldum. Endi yukarı texnik sahasida eğer siz o'qiyotgan vaqtingizda ashta bir ideyalar bo'lib qolsa, eng yaxshi buni taqitish manbasi ma'lum. Sizga ustoz bo'lgan odam orqali shu kasbni tashkil qilib, ideyani tashkil qilib, shu orqali shunga mablag' solgan odamlarni topib bo'ladi. Oliy maktablardan. Agar oliy maktab bitirib bo'lgan chog'da bunday ideya bo'lib qolsa, shu VC deydi, venture capitalist deydi inglizcha. Datcomchi mablag'chilar. Tevekkülçi mablag'chilar bor. Bular davomli kimda yangi ideya bordi, tarafda yurdi. Meniki burun olgan bir patentlarim bor endi. Yangi patentlarim chiqqan chog'da haqlar meni izlab kelgan. Shu mablag' solganlar bizning shirkatga kirib so'zlab bergan bo'lsa, sizniki mush patentning puli yaramdi hozir debchi. Ashta qilganlar bor. Shunga yaxshi ideyalar qat'iy quruq qolmaydi. Onu bu çoğuluk endişe qilmay, eğer yaxshi ideyalar bo'lib qolsa, onu qo'rqmay, onu qo'shish kerak. Shu Elon Musk'niki eng cho'ng alaydiganlardan birisi. Men buni buruk yozgan maqolalarimda ko'p degan ta'limshunoslik, muvaffaqiyatshunoslik maqolalarimda. Odamda bir xil tavakkülchilik ro'yi bo'lishi kerak. Bakın neymiş olsa qo'rqib o'tirsa, ishni chiqib olmaydi. Ba'zi joylarda datkomda tushib o'tirgan sinab bekip bunu sinab bakmagıçılık uyga aqamlı aqmamlı kullanmaydı. Şuna Uygurlarning bunundaki maşındak bir ruhni tilbiriz gerek. Bu kamu qas olmaydı. Yani mağlup buluştan korkması gerek. Doğru. Doğru. O mağlup buluş adet kişi. Zaten muvaffakiyet kazanmayan diğer adamlar emniyette köprek 70%'dek vakitlarda mağlup bulup anikin muvaffakiyet kazandı aktardı. Asla da uçuş çıkıdığı iş yok. Allah razı olsun. Bu deme vaktimiz sak bir saat oldu. Buldu. Buradan tüyattık sizinle yerip ettiniz. Sana ayada hazır saat 23 oldu. Yaxşı oldu. Her gün köp yapacak vatsız. Yaxşı. Layla ben keyince yine Mustafa yenirak nasip kalsa üzerimiz değmen. Maqul. Ayrımarın yetkizmeyi Mustafa Rahman bir sefer kızdık Layla kalkmamızga. Bulduk. Maqul. Aşta qıl. Bo'ldilar, aman bo'ling. İzliyotimiz deb hamma narsani tashlab etgan bo'lmaydi. Kelajak dunyodagi rizqimizni albatta unutib qolsak da bo'lmaydi. Bo'ldi, ko'p rahmat. Unda bo'lsa, oldimizga kunlarda boshqa fursatlarda ko'rishimiz yana. Aman bo'ling. Rahmat. Har xo'sh Allohga emanet. Aman Allohga.
Muhterem qarindoshlar, bugungi programma bu kadar bo'ldi. Dunyodagi eng cho'ng boylar qatorida o'rin olgan texnik dunyosiningki eng cho'ng tavakkulchilik hikoyalari bilan tanilgan Elon Musk apandininki bir qancha turlarda ilib bo'layotgan g'alaba va mag'lubiyatlik kechmişlerini o'rtoqlashib bergan bo'ldi. Erkin apandim. Aldığımız günlerde yeni başka programda tekrar yüz görüşeceğiz. Sizlerden Cenab-ı Allah tapşırımız. Aman bolağınlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.